Assalomu alaykum o'rtoqlar. Joni zamonmi? Sog' salomatmisiz? Bizni bu safargi sayohatimiz Toshkent viloyati Parkent tumani So'qoq o'rmon xo'jaligi hududining yuqori qismida joylashgan Bigistosh, Shohqo'rg'on hamda Oqtosh cho'qqilariga chiqishni niyat qilganmiz. 3 ta cho'qqiga chiqishni reja qilganmiz. Xudo xolisa uchalasiga ham chiqib, birma-bir ko'rsatib beramiz. Komandamiz a'zolari tayyor. Demak, biz sayohatimizni boshladik. Ana qo'riqxona hududiga kirdik. Atrof yashillikka burkangan paytda bu daraxtlarga qarang, hammasi tekis. Tikka o'sgan osmonga qarang. Bular stol-stullar qilib qo'ygan qarang. Xo'p, Sharsharaga o'ngga, Chashmaga chapga yurishimiz kerak. G'or bor ekan, g'orga ham chapga yuriladi. Biz boradigan cho'qqiga borish uchun Sharshara tomondagi yo'ldan yuramiz. Komandamiz a'zolari g'ayrat qilishgan. Mana shu cho'qqiga chiqishar nasib. Osmonimizda qora bulutlar bor. Yomg'ir yog'ish ehtimoli juda katta. Mana shu so'qmoq yo'l bo'ylab o'zi toqqa qarab ko'tarilishni boshladik. O'rtoqlar, mana Sharsharasiga yetib keldik. Mana boradigan cho'qqilarimizdan bittasi ko'rindi. O'rtoqlar, sekin chiqib ketamiz. Qalin o't. Sheriklarimiz ham ketishyapti.
Ha dada, charchadingizmi? Yo'q, hali qachon charchaymiz. Cho'qqiga qilib chiqib borayapmiz-ku. Ha. O'rtoqlar, gidek bir 2 soatcha yo'l yurdik. Hozir bir tepalikda ustiga chiqib oldik. Mana cho'qqimiz ko'rindi. Birinchi cho'qqi Bigitshoh cho'qqisi. Keyingisi Shohqo'rg'on cho'qqisi. Uchinchi bormoqchi bo'lgan cho'qqimiz mana Oqtosh cho'qqisi. Buni orqa tomoniga Havla degan cho'qqi bor. Unga ham chiqishni niyat qilganmiz. Mana 4 ta cho'qqiga chiqishni mo'ljallaganmiz, nasib bo'lsa. Mana shunaqasi aylanib yo'l bor ekan, bitta so'qmoq yo'l. Shu yo'l orqali hozir nasib ustiga chiqamiz. Ha, Feruz, charchading? Charchadim. Avlashib charchadim. Ana So'qoq qishlog'ini tepadan ko'rinishi. O'rtoqlar, charchash yo'q. 2 soatlar yo'l yurdik. Bu cho'qqigacha oz qoldi. Qora bulutlar bor osmonimizda. Qaytishga yomg'irga qolmasak bo'ldi. Qayerga boradi? 5 metrga. Komandamiz a'zolari charchashdi. Uzoq yo'l yurgan yo'lovchi bir boradigan manziliga qarasa, bir bosib o'tgan yo'liga qaraydi. Cho'qqiga chiqish uchun bosib o'tgan manziliga ham, borayotgan joyiga ham qaramasdan, orqasiga oldiga qaramasdan faqat yerga qarab harakatlanish kerak. Xayol surib yursa yo'l unadi. Bular yo'lini topisha olmayapti. Atrofni bir ko'rsatib o'tay sizlarga. Mana shu So'qoq qishlog'i. Mana shu darani soyda ichi bilan chiqib kelyapmiz. Bu qoyani qarang. O'rtaga o'zi alohida bo'lib ajralib turibdi. Borilayotgan joyi mana bitta mana shu o'rta to'g'rim bilan boriladi. Ikkita cho'qqini o'rtasidan chiqdik. Mana chap tomonimdagi Bigitshoh cho'qqisi. Mana o'ng tomonim Oqtosh cho'qqisi. Birma-bir ikkalasiga ham chiqamiz nasib. Bash to'g'rimizga yo'l bor. Yo'lga tushib olsak, sekin aylanib, tog'ning narigi tomoni bilan aylanib tepaga chiqamiz. Cho'qqiga qarab chiqamiz. Ana yo'l. O'rtoqlar, sherilarimizni kuchish mana shu joygacha yetdi.
Mana. Tog'am ozoq g'ayrat qildilar. Baribir o'xshamadi, qaytdilar. Dadam ancha pastga qoluvdilar o'zi. Mana shu qirda ustiga chiqqan payti Feruz bilan dadam qoluvdilar. Endi bu yog'iga o'zim chiqaman. Tabiatni qarang. Bularni kishini zavqini oshiradi-yu bu. Kayfiyatini ko'taradi. Qo'l cho'zsam bulutga yetadiganday sharoit. Mana qirda ustiga chiqdim. Xo'sh. 1 2 3 4 5. 5 ta qirdan keyin cho'qqimiz turibdi mana. Bu 5 ga qirga ham bir 2 soatlik vaqt ketadim deymanda. Yomg'ir yog'masa bo'ldi. Harakat qilamiz. Harakatdan to'xtamaymiz. Adashmasam bu gulning oti Navruzgul. Atrof. Nima deysizlar tabiatga? Faqat mana shu ko'tarilish tik ko'tarilish ekanda. Mana shu odam charchitadi. Bo'ladimi dam olsa? Atrofni qarang chiroyliligini. O'la salgina yurib charchadim. Bu charchashga vaqt yo'q-ku bu yerda. Tomoshani qarang buni. Mana yana bitta qirda ustiga chiqdim. Tep chiqilganga o'xshaydi bu toshlar o'zi. Mana bizani cho'qqi. O'rtoqlar. Mana cho'qqimizga ham oz qoldi. Mashinaga 20 minut, yarim soat ketadi. Yomon tikka ko'tarilishda. Odam tez charchitadi bular. Mana bu tomoni. Mana quyosh tegmagan joylarga hali qor bor. Bu to'g'rimda narigi tomonda o'z Bo'stonliq tumaniga qaraydi. Mana bu qishloq Kumushkon qishlog'i. Buni qarang chiroyliligini. Mashinalarni cho'qqilar aylanib o'tib kelyapmiz. Mana burga tushdi. Mana cho'qqimiz ko'rindi. Ha, yozuv ko'rindi.
Mana yetdim. Alloh yetkazdi. Oqtosh cho'qqisi. Dengiz sathidan 2510 metr balandlikda. Endi bu tomonni ham bitta ko'rsatib o'taman sizlarga. Ana bu tomon. Oqtosh degancha bor ekanda. Tosh tikka ekan. Tikka dara ekan. Ha, yomg'ir boshladi o'zi. Bu tomoni bo'stonliq. Bu Kumushkon qishlog'i. Bu pastdagi Zarkent qishlog'i. Ha, bu soydachi So'qoq qishlog'i. Biz ham mana shu So'qoq qishlog'i bo'ylab mana shu darani ichi bilan chiqib keldik. Ha, bu kichkina qishloq Sanginak qishlog'i. Keyingi soydachi Nevich qishlog'i. Mana yomg'ir boshladi o'zi. Yomg'ir tezlashmasi, biz harakatimizni tezlashtirishimiz kerak. Ha, qaytyapmiz. Yomg'irdan keyin qarang, g'ubor yo'qolganda tiniq, atrof tiniq ko'rinyapti. Boya sheriklarim qolgan joyga yetib keldim. Men Oqtosh cho'qqisiga qarab chiqib ketdim. Sababi u balandroq edi. Sheriklarim chiqishga ko'zi yetmaganligi uchun qolishdi. Mana bu to'g'rimizdagi cho'qqi Bigitshoh cho'qqisi. Bu nisbatan Oqtosh cho'qqisidan pastroq. Bular mana shu yerda aylanib turishibdi. O'rtoqlar, mana ikkinchi cho'qqimiz Shohqo'rg'on cho'qqisi. Dengiz sathidan 2025 metr balandlikda. Mana bunga ham yetdik. Mana sheriklarimga yetib oldim. Mana qaytish harakatini boshladik. Yo'l-yo'lakay mana shu Bigitshoh cho'qqisiga ham chiqib o'tamiz. Mana shu Bigitshoh cho'qqisi. Nima deysizlar? Bigizga o'xshaydimi? Mana pastda So'qoq qishlog'iga tushib ketiladi. Mayinni ham yondagi yo'l bilan, yo'l ham yo'q ekan o'zi. Mana toshlar orasi bilan mana shu ustiga chiqmoqchiman. Feruz yarmidan qaytdi. Ko'zi yetmadi. Tog'am apsho pastdan daraxtdorlik qoluvdi o'zi. Dadamni bilmadim, qayergacha chiqarkinlar. Ha, dada charchadingizmi? Ko'p ko'tarilib keldim.
Mana dadam chiqdi. Manga qaratingchi dada. Yozuvdi. Mana. Dadam Bigistosh cho'qqisini zabt etdilar. Dengiz sathidan 2025 metr balandlikda. Nima deysiz, dada, taassurotlar qanday? Zo'r. Charchadingizmi? Yo, charchash bilingan. Charchash bor. Voy. O'rtoqlar, mana Bigistosh cho'qqisini ham zabt etdik. Dengiz sathida 2025 metr balandlikda. Ana 3-cho'qqimiz bu. 3 ta cho'qqini tomosha qilib tushib kelyapmiz. Sayohatchilarimiz tahlil qilib kelishyapti. Yomg'ir bo'lmasa zo'r ekan. Ana pana joy topib oldik. Shamoldan xoli, shega ozgina dam olamiz. Yana yomg'ir boshlandi. Komandamiz a'zolari tushish jarayonida. Bular ham endi menimcha Bekzod Murodov bilan boshqa safarga chiqishmaydi. Bo'ldi o'zi. Hurmatbaqiga qadam qaytib qo'ymaymiz. Aha. O'zi bo'ldi. 1000 metr balandlikka chiqishi mumkin-da bular endi. Qiynalib tushyapmiz, lekin zavqi zo'r bo'ldi. Mazasi zo'r bo'lyapti. Yomg'irning yog'ishini qarang. Maydalab yog'yapti o'zi ham. Tushib kelishdan men chapga qayrildim, sababi g'or bor ekan shega. Mana topdim, so'qoq. Grot deb yozilgan. Demak, bu g'or emas. Anaqa. Kamar deydi-da bunda. Toshda uyilgan joyi. Ostepe chiqamiz. Ana bitta yo'li narigi tomonga o'tib ketgan ekan. Bu tomoni ham mana shu atrofga to'xtagan. Yomg'irdan pana joy ekan-da. Mana buni ajoyibligini qarang. Bu yoqda eshik. Hamda ham bor. Evamdan chiqib keladi. So'qoq o'rmoni. Bo'ladimi dam olsa? Atrof tomosha qilib.
Joyda qarang chiroyliligini. Joyda qarang chiroyliligini. Kunni issig'iga kelish kerak ekan deb bega. Ana endi Ulfatlar choyxonasiga bitta qorin to'qlaymiz. Hocam içeri. Yolu boş ver. Endi hozir yopib turaman, olmaymiz. Tinchlik, sog'lik uchun bugungi hayit bayrami hammaga muborak bo'lsin. Hammaning ishiga, ro'zg'origa Allohim baraka bersin. O'tilgan o'nlarimiz hech qachon yo'qolmasin, safimiz ko'paysin. Amin. Allohu akbar.